Xiyoniylar kimligin aytayin sizga, bir daqiqa quloq soling bizga. Tarixchilar oqxunlar deb atashar, avvaliga Orol atrofida yashashar. Keling o'tmish mashinasiga chiqaylik, milodiy 4-asrga ketaylik. Xiyoniylar Zarafshonga kelibdi dastlab, bu yurtni o'zlariga oldilar xatlab. Otlari janub tomon chopadi, dushmanlari qo'rqqanidan qochadi. Toxaristonni tutdi o'ziga poytaxt, bu elning boshiga qo'nadi baxt. Xiyoniylar tuzishdi buyuk davlat, Hindiston tarafga cho'zildi saltanat. Bo'sh egadi Xuroson Afg'oniston, amirlarin kutib yashar shimoliy Hindiston. 120 yil hukm suribdi, bu yurt aholisi davron suribdi.